Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov amaliy tashrif bilan Koreya Respublikasida bo'lib turibdi. Tashrif doirasida 30-iyul kuni vazir poytaxt Seul shahrida Koreya Respublikasi tashqi ishlar vaziri Choi Yon bilan uchrashuv o'tkazdi. Suhbat chog'ida O'zbekiston va Koreya Respublikasi o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlikni yanada chuqurlashtirish va kengaytirishning dolzarb masalalari muhokama qilindi. Vazirlar oliy darajadagi tadbirlar, xususan shu yilning yanvar oyida bo'lib o'tgan onlayn sammit doirasida erishilgan kelishuvlarning amalga oshirilish jarayonlarini ko'rib chiqdilar. Turli darajadagi bo'lajak qo'shma tadbirlarning kun tartibi va jadvali yuzasidan fikr almashildi. Tashqi siyosat idoralari rahbarlari tomonidan savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha takliflar ko'rib chiqildi. Tomonlar ta'lim sohasida erishilgan natijalarni mamnuniyat bilan qayd etdilar. O'zbekistonda Janubiy Koreyaning 5 ta yetakchi universitetlari filiallari, Toshkent, Samarqand, Shahrisabz va Farg'onadagi kasb-hunar ta'limi markazlari faoliyat yuritmoqda. Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasi joriy etilmoqda. Yuqori texnologiyalar, yashil va raqamli iqtisodiyot sohalarida qo'shma loyihalarni amalga oshirishdan ikki tomon ham birdek manfaatdor ekanligi bildirildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Jahon savdo tashkiloti va boshqa xalqaro tuzilmalar doirasidagi o'zaro munosabatlarning ayrim jihatlari muhokama qilindi. Vazir Koreya Respublikasining Koreya yarim orolidagi vaziyatni tinch yo'l bilan hal qilish va Koreyalar aro muloqotni qayta tiklash borasidagi siyosatini O'zbekiston qo'llab-quvvatlashini yana bir bor tasdiqladi. O'z navbatida Janubiy Koreya tomoni O'zbekistonning yaxshi qo'shnichilik muhitini mustahkamlash va qo'shni davlatlar bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni hamda Markaziy Osiyo mintaqasidagi integratsion jarayonlarni rivojlantirish tashabbuslarini olqishladi. Muzokaralarda qator xalqaro va mintaqaviy masalalar ham ko'rib chiqildi.